Tasavvur qiling, siz Shimoliy Koreya fuqarosisiz va shuncha qiyinchiliklarni boshdan kechirib va nihoyat janubga qochib o'tishga muvaffaq bo'ldingiz. Lekin erkinlik siz o'ylagandan ham og'irroq ekan. Siz 19 yoshdasiz, do'konda ishlayapsiz, xaridorlar baqirganda vahimaga tushasiz. Eshik qulflarini 3 marta tekshirmasdan uxlay olmaysiz. Siz hamma narsa uchun kechirim so'raysiz, chunki Shimoliy Koreyada ayb o'lim degani. Sujin tungi soat 2 da qo'ng'iroq qiladi. Men yana o'sha yerga qaytib qolganim haqida tush ko'ryapman. Siz uni tinchlantirasiz, lekin tushunasiz. Siz tashqaridasiz, ammo ozod emassiz, haqiqatdan ham emas. Rejim hali ham boshingiz ichida. Siz broker tarmog'i orqali ota-onangizga qo'ng'iroq qilishga harakat qilasiz. Javob xabari keladi. Otangiz sizning qochishingizni oldini olmagani uchun mehnat lageriga yuborilgan. Onangiz esa tog'larga surgun qilingan. Ayb hissi har nafas olganingizda ko'ksingizda aylanayotgan pichoqdek. 20 yoshingizda siz gapira boshlaysiz, inson huquqlari guruhlariga qo'shilasiz, hikoyalaringizni jurnalistlarga, siyosatchilarga va tinglaydigan har qanday odamga aytib berasiz. Lager, qatl, ochlik va yolg'onlar. Ba'zilar sizga ishonadi, ba'zilar esa sizni yolg'onchi, Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan joylashtirilgan odam deb ataydi. Keyin tahdidlar boshlanadi. Xitoy raqamlari orqali anonim xabarlar keladi. Og'zingni yum degan ogohlantirishlar. Siz tanigan bir qochoq Seulda zaharlanadi, kasalxonada vafot etadi. Buni kim qilganini hamma biladi. Bir broker sizga mo'ljallangan xabar bilan qo'ng'iroq qiladi. Ularda onangning suratlari bor. Nima deyotganingga ehtiyot bo'l, deydi ovozli xabar. Keyin go'shak qo'yiladi. Siz baribir gapirishda davom etasiz, chunki sukut ularning g'alabasi degani. Siz 23 yoshdasiz, universitet auditoriyasi oldida turibsiz. Fikrlash jinoyat bo'lgan dunyoni tasavvur ham qila olmaydigan 200 talaba oldida hikoyangizni aytib beryapsiz. Siz ularga muzdan, jangalzorlardan, yo'ldan qolgan oyoqlaringizdagi chandiqlarni ko'rsatasiz. Siz ularga Chino haqida, Minju haqida, yetib bora olmagan hamma haqida aytib berasiz. Odamlar sizdan Shimoliy Koreyani sog'inasanmi deb so'rashadi. Siz aytasiz: "Men odamlarni sog'inaman, oilamni sog'inaman, lekin u joyni sog'inmayman." Qanday qilib sizni faqat mavjud bo'lganingiz uchun o'ldirmoqchi bo'lgan joyni sog'inish mumkin? Bir talaba so'raydi: "Bunga arziydimi qochish?" Siz otangizni o'sha mehnat lagerida o'ylaysiz, ayb hissini o'ylaysiz. O'tgan yili ruhiy jarohat haddan tashqari og'ir bo'lgani uchun o'z joniga qasd qilishga uringan Sujin haqida o'ylaysiz. Siz bu savol berish erkinligi haqida o'ylaysiz. Qo'rqmasdan turib unga javob berish erkinligi haqida o'ylaysiz. Ha, deysiz. Har bir qadam, har bir chandiq, har bir dahshatli tush. Ha, arziydi. O'sha kecha broker tarmog'idan yana bir xabar keladi. Onangizdan kelgan xabar. Endi ikkimiz uchun ham yaxshi yasha. Yillar ichida birinchi marta yig'laysiz. Qayg'udan emas, undan ham keskinroq narsadan. Maqsad. Siz uni qutqara olmaysiz, otangizni ham qutqara olmaysiz, ammo ularning hikoyasini aytib bera olasiz, dunyoga ko'rsata olasiz. Siz gapirishda, kurashishda, tirik qolishda davom etasiz. Chunki siz endi shunchaki qochoq emassiz, siz guvohsiz. Shimoliy Koreyaning eng katta qo'rquvi bombalar yoki sanksiyalar emas. Bu sizga o'xshagan odamlar qochib, haqiqatni aytib berish uchun tirik qolganlar. Siz 23 yoshdasiz. Siz 18 yilni mamlakat qiyofasidagi qamoqxonada o'tkazdingiz. Erkinlik imkoniyati uchun hamma narsani xavf ostiga qo'ydingiz. Va siz buni yana bir bor, yana bir zumda takrorlagan bo'lardingiz. Chunki bir kun kelib haqiqat bir umr yolg'ondan qimmatliroq bo'ladi. Siz bir do'zaxdan qochdingiz, ammo agar zanjirlar tikonli sim o'rniga yaltiroq bezaklarga o'ralgan bo'lsa-chi? Xulosa o'zingizdan. Sirli arxivni kuzatib boring.